Baliq ovi ham bugun zo'r bo'lyapti-ku. Jin ursin shunchasini. Jo'racha, sen ana bu yerda agrotingni do'sting dabdala qildi. Qanaqa do'st? Qaysi do'stimni aytyapsan? Anavi bor-ku soch uzun. Qanaqa soch uzun? Tushunmadim, hozir boraman. Jin ursin, qanaqa soch uzun do'stim bor endi. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Legosha va yangi videoga xush kelibsizlar. Hozirgina menga kelgan xabarga ko'ra, tushunmadim. Kimsan? Kim nima? Bu odam? Jin ursin. Nima meni o'ldirishga keldingmi? Bu agrot seniki ekanini bilmabman, kechir. Bilmabsan? Menga bir yomon qarab qo'yding. Tushunib oldim. Jin ursin, bu yerda nima qilyapsan? Sen kimsan o'zi? Men bomshman. Men bu serverda ban yegandim. Ban yegansan? Endi esa qaytib kelishga muvaffaq bo'ldim, lekin hamma narsam yo'q bo'lib ketibdi. Va endi men bomshman. Bomsh? Va men agrotim yonida yashaysan mendan. Shunaqami? Meni uyim bor bu yerda. Qanaqasiga bu yerda sen yashashing mumkin emas. Iltimos meni haydama. Boradigan joyim yo'q-da. Nima ham qilardim, mayli. Mana bu yerda uyqura qolaman. Shunday qilganing. Tak, stop. Sen nima yerdan uy qurmoqchimisan? Yo'q, bo'lmaydi, agrotim yonginasida-ya. Nima yoqmayaptimi? Boshqa joyda qur. Yo'q, nima? Meni ko'rging kelmasa, mayli, mana bu tarafda prosta katta devor qilaman, bo'ldi. Yo'q, sen nima? Bir urib sindirib qo'ydingmi blokni? Men senda kreativ bormi? Yo'q, qanaqa kreativ? Uni ko'rmaganman umrimda. Faqat Minecraft videolarida ko'rganman. Shoshmachi, nima? Urma. G'alati. Nimaga uryapsan meni? Blokni bir urib sindirib qo'yding-ku. Interneting qotayotgandir. Men uzoq urib sindirdim. Mayli. Lekin bu yerda o'yinni yo'q qilmasang bo'lmaydi. Olib tashla. Mayli. Meni agrotim yonida yashashing mumkin, faqat menga xalaqit bermaysan. Bo'ptimi? Bo'pti. Nimaga qo'yapsan? Shunchaki inventarim to'lib qoldi hozir. Narsalarni sortirovka qilay. Davay, tez buz bularni hammasini yo'q qil bu yerdan. O'rmonni manzarasini buzib, uyimni oldini manzarasini buzib. Sen tegma, bo'ri, men o'zim hammasini to'g'rilayman. Mayli, bo'la qol, faqat tez. Nimaga shoshiryapsan o'zi? Agrotimga qarashim kerak. Yana sen nimalardir qo'yib olgansan bu yerga o'rindiqlar. Men uni pomoykadan topib keldim. Pomoykadan. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Hozir hammasini yig'ishtirib tashlayman. Sen xavotir olma. Bo'ldi, mana ko'rdingmi? Muammo hal. Endi qayerda yashay? Mana shu agrot yonida yashashing mumkin. Mana bu stulning faqat uzoqroq qoldi, bu yerda turmasin. Nimaga? Xalaqit beradi menga. Bo'pti. Sen fermermisan? Da. Yo'q, Xo'sh, qanday matigani olib chiqay, menga matiga berishganda, boshqa narsam bo'lmasa ham matiga ishlatishim mumkin bo'ladi. Chunki men do'stlar fermerman. Nima qilyapsan? Senga yordam beryapman, fermer ekansan-ku. Nima? Shunchaki qo'ling bilan terib tashlayapsanmi? Da. Tushunursin, ol qolganlarni ham, tushib qolganlarni. Bo'pti, davay. Mana oldim. Suvga ham tushib ketyapti. Ko'rdingmi? Men tez qilib tashlayman. Ushla. Tak. Wow, nima? Juda ham ko'p berding-ku. Qancha beray? Mana ham bitta qolibdi. Tushunursin. Nima? Juda shoshma. Hozir kelaman. Hojatxonaga borgim kelyapti. Do'stlar, buni ko'rdinglarmi? Fermadan chiqsa kamida 50 ta chiqardi. Lekin bu yerda juda ham ko'p chiqib ketdi. Bir stakdan ham oshib. Wow, balki fermerchilikni shu bomjga topshirarman, nima deysizlar? Mayli, hozir men merning yoniga borishim kerak-da, mana bularni hammasini topshirib kelay, lekin juda ham g'alati ish bo'ldi-ku, ko'rdinglarmi? Qayerdan u buncha ko'p narsalarni topdi-ya, kartoshkalarni. Tushunursin. Bo'pti, mayli, hozir boramizda merga berib kelamiz va pulimizni olamiz. O'ylashimcha, balki sal ko'proq ham to'lab berar, chunki rostdan kartoshka bir stakdan ancha oshib ketdi. Mayli. Janob mer. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mana men sizga kartoshka olib keldim. Yo'q, buncha ko'p. Da. Seniki bittali fermamidi? Gap bo'lishi mumkin emas. Ola qol 1,5 stak bo'lsin-da. Men senga 1,5 dedim. Bo'ldi, tegma. Xo'p, mana bo'ldi. Endi bora qol. Yana shuncha olib kelsang, yana 1,5 beraman boy. Bo'ldi do'stlar, qani ketdik. Endi boramizda bomjdan so'rab bilib olishga harakat qilamiz. Qanaqasiga bunchalik ko'p terib olishga muvaffaq bo'libdi ekan. Bu albatta juda ham g'alati. Bilmasam, balki avval ban olishdan oldin fermer bo'lgandir va tajribasi ko'p, qanday qilib kartoshkani zo'r qilib terishni biladi. Mayli, o'zi qanikina. Tak, stop do'stlar, men bilaman nima qilishni. Bomjlarning hammasi Roltonni yoqtiradi, shuning uchun ham borib bunga Rolton olib beramiz. Tak, hoy, sotuvchi, senda Rolton bormi? Rolton yo'q, mana. Xo'sh, menda xotilanch bor ekan. Bera qol shundan borini. Mana qancha bo'ladi? 2 ta izumrud. Mana olishing mumkin. Shoshma, kamroq ekanda. Qancha kamroq ekan? Qizili 3 ta, ko'ki 5 ta, yashili degin. Yashildan. Bu safar kelsang berib yuboraman-da, yozib qo'yaman.
Xo'sh, bo'ldi do'stlar, endi bizda bu yerda hotline'lar bor. Boramizda hozir bomjga beramiz, chunki juda ham ko'p terib olgani uchun mana bizda endi shuncha pul bor. Qani, o'zi qayerda ekan? Hey, bomj. Bomj yerdamisan? Ko'rinmayapti-ku, jin ursin. Bomj, mana bu yerlarni yig'ishtirmabdi ham. Ha, bomj, men seni qidirayotganim. Nimaga? Qara, senga hotline olib keldim. Nima? Menga ya? Ha, rahmat. Kel, seni bag'rimga bir bosib qo'yishsam, maylimi? Ha, bo'ri odam, kela qol. Sen menga jin ursin. Yo'q, men seni bag'rimga bosib. Yo'q, shart emas. Nimaga? Sasib yotibsan, bomjsan-ku. Bo'pti. Mayli. Ol, mana bularingni yig'ishtirib ol. Hozir menga bir ikkita narsalar kerak, jin ursin. Faqat bunga nimalardir kerak bo'ladi. Hozir esa do'stlar biz borishimiz kerak-da. Aytaymi, nima qilamiz? Yaxshisi aytmagan ma'qul, chunki spoiler bo'lib qoladi. Xullaschi do'stlar, biz mana baliqlarni kellar olib qo'yamiz bu yoqqa va hozir men yangi uyimga boramiz. Ha, men bu uyda vaqtinchalikka turibman va o'ylaymanki, yaqin orada men bu yerdan ko'chib ketaman. Chunki meni qishloqning o'rtasidan menga ajratilgan uy bor. Ana shu uyga borishim kerak. Bu esa qishloqning juda ham chekkasida. Shuning uchun ham bomjga indamay qo'ya qoldim. Mayli, yashab turaversin. Baribir bir necha kundan keyin bu yerdan ko'chib ketsam nima qilaman? Janjal qilib bechora bomjni ham xafa qilib. Ha, mayli, bomj, nima qilib yuribsan? Anchadan beri u yoqqa borsam, bu yoqqa kelsam, mana senga resurslar olib keldim, narsalarim yo'q deb yotgan eding-ku. Katta rahmat. Aha, hozir yana jin ursin do'stlar. Bomj rostdan ham foydali ekan. Balki shu yerda qolarman, sherik bo'lardik bu bilan. O'zi ham asta-sekinlik bilan ko'tarilsa, yaxshi o'rta hol o'yinchiga aylansa, birgalikda bu qishloqda yashashimiz mumkin bo'lardi. Uy qurardik. Ha, o'ylab ko'rish kerak albatta bu haqida. Xo'sh, qani mana bularni olamiz va bilasizlarmi do'stlar, biz axir bir narsa qilishimiz mumkin. Hozir pishib tursin baliqlar. Tak, menga bitta ikkita narsalar kerak bo'ladi. Ana shularni hozir yasab olaman. Tak. Do'stlar, menda anchadan beri kerak bo'lgan narsalardan bu albatta mana shu bolta, chunki temir bizda yo'q. Sotib olishni esa bilmadim qayerdan sotib olishni. Shunga bizda endi kirka va albatta bolta bor. Ular juda ham kerak bo'ladi. Yaxshi, endi esa ketdik do'stlar. O'zimiz ham ozgina resurslarni topib kelaylik. Shu bilan mana shu videoni tugatishimiz mumkin bo'ladi. Ey, sen ketmadingmi? Nima? Ey, bu yerdan ketishing kerak. Nimaga? Men uyim bu yerda. Men umuman olganda kichkina uychada yashayapman. Bo'pti. Lekin patapim kel, yarashib bor. Mayli. Quloq solmadi gapimga. Jin ursin, bor yo'q narsalarni olganim uchun shunday qattiq jahli chiqdi. Ha, mayli. Tak, bizga do'stlar albatta podval kerak bo'ladi, chunki bomjni ham mana shu uyga kirgizishga qaror qildim. Albatta o'zimning xonamga sig'maydi. Shunga tagidan uyimizni unga maxsus joy qurib beramiz va davay kelinglar, bu yerni birinchi navbatda ochamiz, chunki ochmasak qanaqasiga podval qurishimiz mumkin bo'ladi. Shu haqida kommentariyada batafsil yozib qolishinglar shart, chunki men o'zim bilmadim nima qilishni. Faqatgina kichkinagina xuddi shunga o'xshash xona qilishim. Bu yer ochiq ekanmi? Tushunmadim, bu yerda g'or bo'lganmi? Yo'q, do'stlar, axir bu xavfli joy. Agarda do'stlar meni uyim mana shunday ichi tagi teshik joyda bo'lsa, bilasizlarmi, men merni ustidan ariza yozishim mumkin. Mer uylarni xavfsizligiga qaramayapti deb. Nima deysizlar? Merni ustidan ariza yozamizmi? Menimcha zo'r bo'lgan bo'lardi va merga keyin kimni mer qilisharkin? Chunki agarda bunaqangi jiddiy narsa qilib uni ustidan yozadigan bo'lsak, uni aniq qishloqdan haydashadi. Yo'q, buni qaranglar, rostdan ham katta g'or turibdi. Menimcha bu yerda eng boshdan g'or bo'lgan. Mer esa shunchaki bu yerni ko'mdirib tashlab ustidan uy qurdirib yuborgan bo'lsa kerak. Yana bilmadim do'stlar, bu meni fikrim, lekin o'ylashimcha ustidan yozsak zo'r bo'ladi. Shunda yangi uyga ham ega bo'lamiz, yangi merga ham ega bo'lamiz va jitellar ham xursand bo'lishadi, chunki mer unchalik ham yaxshi emas ekan bu qishloqda. Xo'sh, qani mana bularni ham kovlab ko'raylikchi oxirgacha, chunki g'or qancha katta chiqsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Buni qaranglar, juda ham katta bo'lib yotibdi g'or. Yo'q, bo'ldi, aniq biz bularni hammasini merni ustidan yozishda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi hamki kovlab qolibman. Agarda mana shu bomj chiqmaganda edi, bu yerni topa olmasdim va merni qamata olmasdik. Hali qamatganimiz yo'q, lekin buni qaranglar, tepada ham joy bor ekanmi? Demak, tepadan prямо shu yerga tushish mumkin ekanda. Qani hozir bir tepaga ko'tarilaylikchi, o'zi aniq qayerda ekan. Xo'sh, qani tagimga bloklarni qo'yaychi. Jin ursin, davay, bo'ldi. Endi biz mana bu yoqqa ham qo'yamiz. Yaxshi, qani bir ko'raylikchi va qani do'stlar,
Yo'q, bu yerda hech narsani ko'rmayapman. Qani teshik kanavi? Biz hozir ochdik-ku. Qaysi tarafdan ochganimizni eslab qolsam bo'lar ekan, lekin shu taraf yo'q. Bu juda ham uzoq joy. Balki mana bu yerdandir, ha? Yo'q, ko'rinmayapti. O, Jinurson hozir tushib ketardi. Mana qayerda ekanda teshik? Bo'l do'stlar, endi bu bilan aniq merni qamatishimiz mumkin bo'ladi, chunki bu juda ham xavfli va texnika xavfsizlik qoidalariga zid.